Ey dada. He? Men alıp Aynur edişim bağa. He? Şu toy qilmoqchi edi qayla. He? Fuqsa dadasi yo'q. Bilmem. Şu mabtiga dadasının yo'qligini bildigisi yo'q dedigina uniki. Şom şeylanib kelsin. Dada o'rnida bo'lib biramsa. Men qizning dadasining rolini yapırım bir yerde. Ola olaysa sen chiqa olaysa. Öpre. Nda qilmaydi. Ne ma'qul. Ma'qul. Men to'lib kelayman. Söylep gidelim. İlanlar ağaç oturanglar. Yürü badı ben koy. He. İşkan toruşka qanchalik oldu balam? 6 gün. 6 gün? He. Kızım bu neymiş bu? Bu 6 gün tanışıp, bu yaktan tanışıp, bu yaktan tanışıp, dadısına ekildi aşağım bir oğa bol ne? Ya şu vaqtda birbirimizni qo'yib dada talada so'rishib yuradi. Ha. Nim demekçi? Nima demoqchi emas. Men qizni men aran tasbih cho'ng qilgan. Benim atam aran tesbih çoğun kıygan. Koçuk çıkırıp dep çoğun kıymagan. Ma bu sizdan az deganda 15 yaş cho'ng turdi, ma bu. Aqlingiz bormi, yo'qmi? Ben dep koyay taqasiliga. Ma hazır oğavaldan hem suxmuş olup ketdi. Bu şu bir öy çirip ma kızların alay deydigan oğavaldan bisi yok hazır. Hem suxumsa kızlarımız kolda olup yürüydü. Lekin men unda emas. Arılışıp 6 günden toy qıldıgan boluq şunamı ya? Ha, hozirgi ba'zi bal tunishib bir kun bilan to'y qilib ketgan. Bizda 6 kun keldi to'y Bek qildi deb. jıqılap ketdi dem 6 gün taqa. Baştami? He. Ne, hazırq balını bilme. Taladan ham olimi tegimi deyishida. Uyga esla. Lekin men o'zingizdan tang odamman to'y qilsangiz bo'ldi. Meni qire demekçi ma. Qira emas, 40 saatga ma balninki. Qanda qilmadı da. Qire. Mayli dada qag'in endi. Ey, mendan 5 yaş kichikka ma bala. Kim olsa bo'ladi. Endi Maj. sening gapingni anglayman dada. Sen nima deysan shu? Ma to'yga men qo'shilmayman. Men sizni ming tas beqib, aran cho'ng qilib, mushinchilik qildim. Yaxshi odamga bermayman. Men bir qandam ekanman, o'g'rim ekanman, ya qaraqchim ekanman, bo'langchim ekanman men. Bo'lmaydi. Sizlarga birashga bo'lmaydi. Ma'qulmi ya? Mashkamon to'yga men qo'shilanmayman. Xafa siz bilak loyiq o'zingiz bilan tang dematkidan men jurang angyaqsizmi? Fikam. Qo'shilmaydi. Yo'q. Pushayman qilib qoladimi ya? Ya men pushaymon qilmayman. Qizni so'y yo'q. So'v bo'lsa pushaymon qil. Menda bu so'y yo'q. Siz so'v ba, maqsadayman. Aldırmaydı. Ay toyağında pola etsen o kumçiçede mi aldırmaydı hocam ha? Beni yaratma bir tozlu bir şey birerse kızım ben. Toz olsun, ish kichik olsin ham bo'ldi. Tog'a nimda deylar, ras bo'lmamdikin u bola. Kallingizga eshak tep ketdimi ya, qizim? Nima qilsiz undan nimani? Xil yomon emas-ku, ishning yo'lini biladi. Nimani biladi, nimani? Unda gül mayaqdan to'qil, mayaqda ajrashibman shu to'y xotinning kashini to'g'rilab bo'lgan nimalar bor. Kallingiz ishlamda, ishlamamda. 6 kun tunishib to'y qilinmayman nima hozir zamonda. Dadangizning tegi ekilsiz taqa. Bo'libdi sizga dadangiz yo'q. Uni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Edem degan mana ishtishini bo'lib enka ekilmizmi? Men aytmoqman. Ma'qul. O'zingizdan tangarak adam chiqmadimi? Chiqmasa shu. Ya bo'ladi, hech cho'ng bo'lsinmi? Hem sizin dadınız kichikligingiz tugab ketgan. Bundan men xabarim bor. Hamda ish cho'ng bo'lsa, sizin dadingizga o'xshaydigan oq ko'ngil, ha? Chiroydan tabassum yig'ib turadigan, birsiz bir umr sodiq bo'ladigan, ha? Ashta odam topsangiz bo'lmamda. Chiqmasa shu. Mana atrofingiz yaxshiroq qarab boqsangiz bar emasmi? Oy, bu atrofimda shu sizdan boshqa odam yo'q ekan tag'a. Ha, bo'ldi-ku mana. Men bo'lim emasman. Men bo'lsam bola. Men qizingizning odish bo'lsam qanday bo'ladi deyman. Hechim bo'lmaydi. U to'g'richunda, u bilimlik. Demakchi, men sizga yad odamga eski to'qining poqi, ashta gulning qo'li tushib ketmasin deyapman. Voy, men tek qiz bo'lsam to'y qilmagan. Vi. Unchilik alijda bo'laman, ha? Nozik chumanlar orasida nozik chuman bor. Hozir qizlarning ichi cho'kan. Ay, yotib ketmasin deb beshimni solib qo'yay deb. Ha? O'ylablar. Ashta o'ldim shu. Qanday? Qanday ola? Hech qanday bo'lmaydi, tozi bilan bo'ladi. Lekin shu uyimning orliq sal jiroq sizlar bilan to'y qilsam, berib kelishdi, qijilinib qolmadimi? Berib qijilinib qolaman? Necha kilometr qildi?
2 kilometr keladi. Kinishki yo'q. Yo'q. Mashina yo'q. Yo'q. Siz yangi o'qish bitdingiz. Unda olib qolsam men yosh vaqtim bir yana ilanni qilib bergan. Men ko'rib boqing. Ikki chaqiliq Harvoningki 5 kilometr yetgan sizlar anglab boqqanman. Mana bugun anglaysiz ham ko'rsiz. Maya olib qolsa kichki yo'qoning midin tatib yuqurisi mushu mashinaning batareyasini yasaydigan yama bu. Ma batareya odatga batareyalar emas. Ham uning ustiga cho'ng kichikligini o'zingizning ehtiyojiga qaratib, mushu qanchalik yo'l mangingiz olib qolsa, shuni telefoningizni desangiz, talab bo'yicha yasab turdi. Hatta gar xohlasangiz yo'qingizning mini chundan boringizningki batareyasini tatib o'zingiz yasab olsangiz bo'ladi. Unda olib qolsa mana bu lidempong. Egirligi aranam 8 kilo keladi. Onun ustiga mushu mashina har qanday markalik to'liq mashinaning demponglarini mushad yasaydi. Agar yasatmoqchi bo'lib qolsangiz, bizni aloqa qilsang, mush filmga yurak bisitib kelganlarga 30% e'tibor qilamiz. O'rnimiz bo'lib qolsa, Ikbarxon so'l shaharchisidan, Ikbarxon tarafga mingib, Qizilchiroqdan o'ng qo'l tarafga agrilib, 5 metr mingib telefon qilsangiz ham oldingizga chiqamiz. Aloqa telefon nomeri undidor o'rtaq 199 96 77 1009 maqlamsa. Maya bo'lamdi ekan. Ha, bo'ldikin. Ha, men ishonchlik nima putkul yaga har qanday shaharlarga top taqtigan zavod shu eng cho'ng. Ha, ma'qul. U ishim puttiq mana. Ha, odash qanday bo'ldi? Bu edepsiz. Apa degine. Ha?